Qat-qat jutta deb vang'ib ketgan bu qat-qat mo'mini uyda qilsaqmi shunchalik fayzi bo'ldi ekan-ku. Yaxshimi do'stlar, men do'stlardan Naziya bugun bir qilib baqaychi deb necha qayta mana shuni ko'rdim. Hamiz qat-qat jutta deb degan mush tutib turib kelib qavatida shu mama bir sep baqaychi deb shu xemirni mana xemir turish sep azroq shikasi ilib issiqsida jug'urib oldim. Anandan 1 soat bo'ldirib qo'ydim. Rasman xemir jug'olgan chaqda xemirga sodani billil silvatdim. Juma qizlar sizlar billil silib qilsanglar bo'ldi yoki xemir bo'lgan chaqda basanglarmi bo'ldi. Shuning bilan xemirim bo'ptiki buni 2 zo'lga bo'lib olgandan keyin birisini mushunda nippiz holatda jo'zning ustiga qo'yib nippiz holatda yeb olgandan keyin ichiga quyruq may bilan suv mayni aralashtirib abjash may qilib ichiga surib oldim juma qizlar. Endi sizlar sarmaylarni qilib qilsanglarmi bo'ldi. Men quyruq may bilan qildim. Ehtiyojinglar qanday tutishini qilsanglar bo'ldi. Undan keyin 2 zo'l xemirimni mushunda nippiz holatda yeb qo'ygandan keyin mushunda ustiga zimolarni qilib cho'ng kichikligini muvofiq qilib mushunda uzib jimbillarimga tizib olgan bo'ldim qizlar. 2 jimbillam chiqibdi. Ondan qizlar ehtiyoj kelib qoldi. Qon suyulgan, qon oz bo'ldigan, mag'dursiz bo'ldigan, bosh qaydigan, ayollardagi mushu bedanni sovuq ib ketgan ahvollarga bizningki xotanda maxsus resep tuzgizib yozib kelgan mushu tamgar dorilik qarshi kirimni alay tavsiya qilmak o'dinglarmi jiloliq chiroyliqligini bir ichib beqinglarmi qizlar. Izchil o'zim ichib unimin ko'gashkilar tavsiya qilyapman. Angatsa mo'minlarmi pishdi mana ajoyib payzibdi shaq anandan keyin qat degandek mana shunda payz pishibdi bolalarim ajoyib o'xshatdi deb ketdi. Sizlar beqinglar xayr xo'sh.